Koreya hayron qoldirishdan to'xtamaydi. Bugun Koreyani yangi mahsulotlarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu Anuani guashali kremi. Yana qayerda ko'rgansiz, kremni o'zini guashasi bor va buning sostavida retinol bor. Bu возрастной ko'jaga mos ajinlardan yordam beradi. Tarkibidagi kollagen esa terini oziqlantiradi va balans beradi. Keyingisi bu Beauty of Jason'ning tonap SPF'lari. Bunga makiyaj juda tekis yotadi, plus quyoshdan himoya qiladi. Binafsha rangi xiralashgan va tuzli teri uchun, yashil rangi esa qizarishga moyil va sezgir teri uchun. Dalshi Anua yangi sovutuvchi lineyka chiqardi. 10 xil gialuron kislota chuqur namlaydi. Tarkibida katexin esa sebumni nazorat qiladi. Bu yog'li terini namlash uchun ideal tushadi. Bundan tashqari Roundlab yangi SPF spray chiqardi. SPF ni menimcha eng qulay formati. Koreyskiy kosmetikada yangi trend bu azelainovая kislota. Masalan, Toridan azelaiin kislotali lineyka chiqardi. U yallig'lanish, qizarish va postaknilarni kamaytiradi. Yoki Skin Chonsa'ning dermatologicheskiy kichkina brendi bor, Lab in Nature. Ular ham yangi azelainovая kislotali siviritka qildi. Yog' ishlab chiqarilishini nazorat qiladi. Bu degani kamroq toshma chiqadi. U haqida ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'lib qo'ying. Всем пока.